Aslida mana shu golni ko'rishimiz lozim. Surxonda imkoniyat bor. Plitnyov pas ajoyib, zarba kerak va gol! Chiroyli pas, ajoyib yakun. Surxon jamoasi 58-daqiqada hisobda oldinga chiqib olyapti. Nima qildi? Qanday pas berdi? Dmitriy Plitnyov. Muhammad Ali Abdurahmonov hujumni boshlab bermoqda. O'yin qanotdan markazga qarang. Opa! Zo'ra. Plitnyov. Nishonlash ham shunga yarasha. O'zi aslida markazda barchasini rivojlantirgan edi. Qabul qildi. Opa! Va Jumayevdan sekingina aqlli, aniq zarba. Asilbek Jumayev nihoyat o'zini ko'rsatmoqda. Endi mana bu pasni uvol qilish mumkin emasdi.